Doktor hamda şu 8 aprel kuniga kelsak, G'uljida mana shu tog' maydoni deb nom berilib, shu hayvatlik paraddan resmi armiyaning qurilish yig'ini va e'loni hamda butun dunyoga, butun xalq ko'z yoshlari bilan gulduras olqishlar ichida bo'lgan bu jarayonni albatta Alixon To'ramning nutqi uyadiki. Keyin Ahmadjon Qosimning barliq generallarninki sahnaga chiqib qilgan shu so'zlari haqiqatan insonimda shu minutlarni bir aslab o'tsak hamda shu kunga bir kelsak. 45-yıl 4. ayının 8. günü G'uljida tog' maydoni, vaqtda tog' maydoni deyilmaydi. Keyin shuningdan keyin tog' maydoni degan nom berildi. Xo'sh, xo'sh. Uning oldida Van Qadir Beg'i deb atalgan G'ulji shahridagi cho'ng bog' hamda cho'ng maydon uchiqchilik. Shu kunisi Sharq Turkiston Cumhuriyeti resmi milliy armiya qurildi. O kunda nihoyatda bir haybatlik bir manzara shakllandi. Uyg'urlar hech qachon tarixida unutilmaydigan. O kunda G'ulji shahridagi 30-40 mingdan ortiq G'ulji shahar aholisi tang shu maydonga kelib, shu maydonning atrofida turib, shu paradni ko'rdi, shu kunki bayramga qatnashdi G'ulji shahrida. Total barning oxirgi vaqtlar atyoz mezgil bo'lg'achqa havoli isishga boshlagan, hamma odamning ro'yi kayfiyati yuqori bo'layotgan bir vaqtlar. Shu vaqtdagi G'uljida Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilib bo'lgan polklardan 7 polk qurilib bo'lgan vaqtning o'zida. Tekes 1. atliq polk, Tekes 2. atliq polki, To'qqiztara atliq polki, G'ulja piyodalar, ya'ni atquchilar 2. polki, G'ulja zapas atquchilar 4. polki, ondan Kengsay 3. atliq polki deydigan 7 polk. Ondan keyin Mongol atliq divizyoni, Tungan atliq divizyoni, ondan keyin Zembirekchilar divizyoni ve ayrim atliq divizyon, muhafizat divizyoni, ondan keyin Shiva eskadroni bo'lib, mana mushunda qo'shinlar qurilib bo'lgan. Mana mushlarning ichida har bir polkdan 200 dan 300 gacha, hatto 400 gacha bo'lgan askarlar tanlanib, rasmiy mashq qilib shu kuni paradga qatnashgan. Demakki, hamma qo'shin tang qatnashmagan, albatta ulardan ma'lum sondagi odamlar qatnashdi. Qolganlar oldingi safda turdi ular. Ular bir-birlab marsh tashlab o'tgan. Xuddi hozirgi shu biz ekranlarda ko'rgandek, Ilhon To'ram qatorliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining rais jumhuriy va uning hukumatining barliq a'zolari rais sahnasida o'ltirdi. Harbiy cho'ng amaldorlar o'ltirdi. Hatto Sovet ittifoqining shu vaqtdagi G'uljidagi konsuli Grigoriy Dabashin deganmi qatnashgan shu maydonda bor. Sovet ittifoqi evatgan oliy harbiy maslahatchilarmi 5 kishilik general Moskva bevosita evatgan. O generallarmi bosh suyak o'ltirgan. Shuning oldida bu milliy armiyaning bosh qo'mondoni Ivan Palinov otliq shuning oldida menib, oldi bilan kelib, Ilhon To'ram Sharq Turkiston hukumati raisi, jumhuriy raisga rasmiy biz paradga tayyor, ruxsat qiling degandan keyin ruxsat deganda askarlar, qo'shinlar reti bilan bayroqni o'tadi. Shu kuni Sharq Turkiston Cumhuriyet armiyasining rasmiy qurilganligi jakalandi, anikin har bir polklarning ismi e'lon qilindi, anikin oxirisida bayroq taqdim qilish o'tkazdi. Ya'ni oldi bilan bayroq taqdim qilindi. Ya'ni har bir polkning komandiri 3 o'zininki askari bilan shu rais jumhurning oldiga kelib, rais jumhur ularga shu polkning harbiy bayroqlarini berdi. Qoida bo'yicha har bir polk bayroqni polk komandiri bayroqni suyib turib qabul qiladi. Bu armiyaning qoidasi. Bu qoidalar o'tib bo'lgandan keyin tizilib turib suydi bayroq. Demak, bu bayroq oldida bayroq qo'ldan ketmaydi deydi har qanday jangda. Bayroq ketdi degan gap u qo'shin tugidi degan gap. Tugidi degan gap. Shuning uchun bayroqni qo'g'daydi, u qo'shinning nomusi, qo'shinning yuz obro'yi mavjudligini ko'rish. Shuning uchun uni jon bilan qo'g'daydi bayroqni. Mana shu milliy armiya bu albatta suratdagi ma videodagisi keyingi davr albatta u. Hamda har bir polklarda yeşil o'chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyetining 3 xil bayrog'i bor. Yeşil ay yulduzliq bayroq. Buningga Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan xatda yozilgan. Ikkinchisi oq ranglik islomiy diniy bayroq. Ay o'mi sariq ay yulduz ichiga ilingan, rangi oq. Uchinchisi Sharq Turkiston milliy armiyasining harbiy bayrog'i bor. Har bir polklarning harbiy bayrog'i bo'ladi. U polkda polkning ismi yozildi.
8-ci Börtüla atlık polki, 10-cu Tungan atlık polki, G'olji zapas azat nişanlıq 2-ci polk, zapas 4-ci polk, zapas 1-ci polk degandek, tekes 1-ci atlık polk degandek ismlar yazıldı bularda. Hərbi bayraq. Hemmisininki aniq. Mana şu günisi, mana bu suratdagi şu mana dal ay yulduzi elingan. Mana bu bayraqlar har bir qo'shinga berildi, qo'shinni elib, andan bayraqdan keyin bular paraddan o'tidi. Anadan keyin shu kunisi hatto yana ba'zi manbalarga qaraganda Sovet Xitoylarning qo'ldan o'lja ilingan 36 dona aeroplan bor. Ba'zilar 40 necha deyildi. Ammo Moskvaga yo'llangan bir maxfiy doklad qaraganda Beriyaning 36 aeroplan deydi. To'liq aeroplan, saq qo'lga tushgan aeroplan. Her aerodromda qo'lga tushgan. Shu aeroplandan ikkini shu kuni uchirganligi aytildi. Osmonda uchirdi. Parad bo'lgan kuni. Uni albatta Uyg'urda uchiqchilar yo'q u vaqtning o'zida. Uni shu Sovetning uchiqchilarini taklif qilib, shu aeroplanni uchirib osmonda bir bu paradga bir aybi ko'rsatgan. Endi bu parad qatnashganlarning deyishicha intayin hayvatlik bir parad bo'lgan. Haqiqatan Sharq Turkiston armiyasi nihoyat muntazamlashgan, nihoyat jangovar ro'yi har jihatdan ustun bir qo'shinga aylangan shu vaqtning o'zida. Anadan keyin ular tayyorlikdan keyin, shu paraddan keyin andan sap-saplarda ular o'zlarining Sharq Turkistonni ozod qilish ularning nishoni to'liq oxirigacha shunga atlangan. Mana shu kunki ko'rinish shu vaqtda. Ammo bundaq parad har yili 4-oyning 8-i 46, 47, 48, 49-yilgacha her yıl 4-oyning 8-kuni harbiy paradlar o'tkazildi. Ba'zi G'oljida o'tkazildi. G'oljidan boshqa yana O'rta yo'linish frontida masalan Shixanza u yerda o'tkazilgan. Ba'zi ayrim polklar joylashgan yerda polklar o'zi o'tkazildi 4-oyning 8-kuni. Ondan 11-oyning 12-kuni. Cumhuriyet qurilgan kunida o'xshashlam harbiy parad o'tkazildi. Toyida. Onunla askerler qatnashib resmi paraddan o'tdi. Bu bir 5 yil davomlashgan bu an'ana. Deganimizdek hamda shu rasmiy shu qurilganligini dunyoga e'lon qilgan shu 8-aprel kuniga tayyorlik qilib shu jiddiy tayyorlik mayli kiyimlarning tikilishi shu hammasini ratlik bir shaklda shundoq ko'z tutish uchun jiddiy tayyorlik bilan maydonga tushib shu kitobimizdan tilg'absiz masalan shu Sovet İttifaqının G'oljidagi konsulit To'bashin shu milliy armiyaning shu paradni ko'rib nəhayət yuqur borib bu armiyani 3 oylik armiya emas 30 yillik armiya deyishga loyiq ekan degan ekan hamda. Ya'ni shu darajada tayyorlik qilib ekan hamda.